Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur o'z kanali 1-maydan svet uchun yangi tarif joriy etiladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zbekistonda joriy yil 1-maydan boshlab 201 kWh 500 kWhgacha elektr energiyasiga 900 so'mdan emas 800 so'mdan to'lanadi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2024-2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarishi grafikiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqida 194 sonli qaror qabul qilindi. Davlat rahbarining topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan mazkur qaror bilan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-apreldagi 204-son qarori bilan tasdiqlangan 2024-2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga aholi uchun yengillik yaratadigan o'zgarishlar kiritilmoqda. Masalan, yoqilg'i energetika resurslari narxlarining oshishi muddati 1-apreldan 1-mayga sanasigacha ko'chirilgan. Bildirilishicha, 201 kWhdan 1000 kWhgacha bo'lgan differensiallashgan tarif bo'yicha iste'mol miqdori orasiga yangi miqdor kiritilmoqda. Ya'ni 2025-yil 1-maydan e'tiboran aholi iste'molchilari 201 kWhdan 500 kWhgacha bo'lgan yangi miqdor oralig'iga har bir kWh uchun 800 so'mdan to'laydi. Shu paytgacha 201 kWh 1000 kWhgacha bo'lgan qismi uchun 900 so'mdan haq to'langan. Ayni vaqtda bir oyda o'rtacha 500 kWh miqdorida elektr energiyasi sarflaydigan xonadon vakillari buning uchun 2025-yildan 1-may sanasiga qadar 360 ming so'm to'lashardi. 200 kWh bazaviy norma uchun 9 ming so'm, 201 kWh 500 kWh uchun 270 ming so'm. Tarif o'zgarishlaridan so'ng bir oy o'rtacha 500 kWh ishlaydigan xonadon buning uchun 360 ming so'm to'laydi. Bundan tashqari, qaror bilan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba yillik inflyatsiya darajasiga kelib chiqqan holda 10% dan yuqori bo'lgan miqdorda indeksatsiya qilinadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Prezidentning yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishga ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz to'lovlarida davlat inspeksiyasi joriy etish xabar qilingan edi.